Sistemamizni birinchi oynamizni Global Dashboarddan boshlaymiz. Bu yerda nima imkoniyatlari bor? Umumiy nechta klientimiz bor, debitorkalar, qancha pul tushgan, marjalarimiz, agar рассрочка yo'nalishida ishlaydigan bo'lsak, sotuv ustiga qo'shimcha natsenka qo'ygan bo'lsak, alohida o'sha natsenkamizni marjasini ham hisoblab beradi. Toza foydamizni o'zimiz ko'rishimiz mumkin bo'lgan hamda искусственный intellekt analitikalarimiz bor. Savdo bo'yicha o'rtacha marjamiz, qancha savdo bo'lyapti, kategoriyalar bo'yicha kalendar platejlar, ya'ni o'sha ganchart ko'rinishida kim qachon pul to'lashi kerak va qarzdorlarning o'tib ketishi, bugun kim to'lashi kerak. Воронка продажlarimiz bor, ya'ni CRM sistemamiz borligini hisobiga. Keyingi etapimiz CRM Kanban. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Onlayn telefoniyalar orqali yoki umumiy onlayn savdo qiladigan bo'lsak, bu joyda o'sha mijozlarimizni savdosini yurg'izsak bo'ladi va kolonkalarni o'zimiz nastroyka qilsak bo'ladi. Bu klientlar bazasi hisoblanadi. Klientlarimizni umumiy statuslari kiritishimiz mumkin yoki o'sha qora va oq ro'yxatdagilarimizni bilib, ichidagi o'sha aktverkalarni ko'rishimiz mumkin. Umumiy qarzdorliklari, pul aylanmalari, hammasi haqida ma'lumotlar bo'ladi. Xo'p, новый zakazimiz bu рассрочкаga sotish funksiyamiz hisoblanadi. Рассрочкаga sotish funksiyamizni mana ko'rib turganimizdek sistema hisoblab beradi. Mana sistema hisoblab beradi hammasini va buni рассрочкani, ya'ni bo'lib to'lashni yurg'izish imkoniyatimiz bo'ladi. Optoviy targovliga keladigan bo'lsak, bu joy ikkiga bo'lingan, ya'ni bu yerda ham roznitsamiz, ham ulgurji savdoyimiz bor. Roznisamizga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibmiz, markirovkalarni fiksatsiya qiladi, savdo jarayonlarini yurg'izadi, hamma imkoniyatlari bor. Xo'p, bu joyda umumiy ko'rinishi mumkin bo'lgan narsalar, ya'ni qancha summa savdo qilganmiz, qancha skidka berildi, qancha daromad qildik, qancha qarzga sotganmiz, misol qarz bo'ladigan bo'lsa, qarz bo'lmaydigan bo'lsa yo'q, kirimlar to'liq ko'rinadi. Hamda buxgalterlar uchun, ya'ni o'sha chakana savdoda markirovkali tovar sotadigan bo'lsak, o'sha markirovkalarni, sotilgan markirovkalarni tushirib olishimiz mumkin. Buxgalterlar расход-qo'rishiga hamda qo'shimchasiga cheklarimizda ham ko'rinadi. Markirovkalarimizning kodlari. Zadachalar moduliga keladigan bo'lsak, bu joyda ichkarida xodimlarimiz bilan o'sha vazifalarni qo'yib bajarilishini kuzatishimiz mumkin. Omborga keladigan bo'lsak, omborda to'liq o'sha ko'rib turganimizdek ostatkalar, eng kam qancha ostatka qolishi programma xabar berib turadi. Marjalarni hisoblab beradi hamda bir nechta skladlarni yurg'izsa, поставщикlar bilan oldi berdilarni olib borish mumkin va partiyni uchetlarni yurg'izishimiz mumkin bo'ladi. Производство oynasiga keladigan bo'lsak, производствомizda bu standart производство, ya'ni spesifikatsiyadan kelib chiqqan holda ishlab chiqarish jarayonimiz bo'ladi, ya'ni производствоga zakaz beriladi, plan fakt o'sha ishlab chiqarilishi перемещениялari o'z ichiga oladi. Kassa modulimizga keladigan bo'lsak, bu cash flow, to'laqonli o'sha prihod, расходlarni, возвратlarni hamda kassaviy balanslarni o'z ichiga oladi. P&L'imiz bu agar kassani to'g'ri yurg'izadigan bo'lsak, ombor to'g'ri yurg'izadigan bo'lsak, bizga qancha foyda, daromad qoldirganimiz, o'zimizga qaysi valyutalarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Отчетlarga keladigan bo'lsak, bu yerda o'zimizga qulay отчетlarimiz bor. Ular bo'yicha yurg'izsak bo'ladi. Ulardan bittasi mana ko'rib turibmiz, umumiy sklad bo'yicha qancha ostatkamiz bor, qancha себестоимостda hamda prognozlargacha bor. Qancha sotilgan hamda o'sha prognozlari ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda ostatkalari o'rtacha qanchadan sotilyapti, отчет olgan kunimizga nisbatan prognozlari qancha, shu 30 kunda, 60 va 90 kunda u narsani sistema olib chiqib beradi. Xo'p, keyingi etapimiz KPI. KPI'miz xodimlarga qo'yishimiz mumkin. Xodimlarga yoki do'konimizga summa, protsent miqdorida yoki zonok miqdorida qo'yib qo'yishimiz mumkin va sistema shu narsani hisoblab yuradi. Integratsiya modulimizni Meta bilan, Online PBX bilan integratsiyalarimiz bor. Nastroykalarimiz bu endi kurs valyutalari, do'konlar ochish hamda xodimlarni kiritish bo'yicha bo'ladi.
eng kerakli bo'lgan moduldan biri ko'p CRM sistemalarida, dasturlarda yo'q narsa jurnal aktivность. Bu nima? Bu har bir bo'layotgan operatsiyalarni sistema o'zida hisoblab boradi va biron bir tushunmovchilik bo'lsa, kimdir nimani o'chirib yuborgan yoki boshqa holat bo'lib qoladigan bo'lsa, anglashilmovchilik, shu joyda yechimlar bo'ladi.